Ikki mahalla o'rtasida qolgan sarson ko'cha. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Andijon shahariga tashrif buyurdik. Tahririyatimizga shunday murojaat keldiki, o'zingiz guvohi bo'layotgan aynan shu ko'cha ikki mahallaga tegishli ekan. Murojaatchilarimizning noroziligi aynan bu ko'chaning ta'miri yo'qligi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ikki mahallaning o'rtasida qolgan bu sarson ko'cha Dehqonobod va Madaniyat nomi bilan nomlangan mahallalarga tegishli ekan. Bugungi mavzuyimizning asl ma'nosini hozir murojaatchilarimizga mikrofon tutib bilib olamiz. Assalomu alaykum. Aynan murojaat bilan bizga qo'ng'iroqlar qildinglar mahallamizda. Ya'ni qarovsiz ko'cha, to'g'rimi? Ya'ni necha yillar davomida bizni ko'chamizni ta'mirlash ishlari olib borilmayapti degan vaj bilan aloqaga chiqdinglar. O'zingiz tanishtirib o'tasiz, bizga ham qiziq. Ya'ni bir ko'chada ikkita mahalla bor ekan. Siz qaysi mahalla fuqarosiz? Men Madaniyat mahalla fuqarosi Umurzoqova Ominaman. Biz 1 yildan beri shu ko'chani asfalt qilaylik deb murojaat qildik, lekin natijasi bo'lmadi. Viloyat hokimiga ham chiqdik, shaharlarnikiga chiqdik, endi hammasiga qildik. Mahalla komitetlarimiz vaqti bo'lmadimi, bizga vaqt ajrata olmadimi? Xullas bizni ko'cha qolib ketdi. Yaqinda ham asfaltga ruxsat berildi. Boshqa joylarda yama bo'ldi. Oxiri uzun ko'cha dedi. Oxirgi uzun ko'cha mana yana qolib ketdi bu yil ham. Ertagayla 1 sentyabr bo'ladi, yog'in-chachin bo'ladi. Bolalar hamma yo'q rasvo bo'lib keladi. Biz qanday deymiz buni? Haligi mahalla komitetimiz, mana raisimiz ayol kishi hammasini bir ko'rmadi. Biz hozir bu mahalla ham ikkov mahalla komitetining o'rtasida bizni ko'cha sarson bo'lib qoldi. Vaqt ajratib xullas asfalt qilib berisha olmadi biznikini. Omina opa, ya'ni tushunishim bo'yicha bu mahalladagi ikkita rais, ya'ni san bajarasan bu holatni yoki siz moddiy taraflama bajarasiz degan sanksiyalar. Dehqonoboddagi menga bu mahalla kerak emas dedi. Xohlaganingni qilish dedi. Biz raisimiz qilaman. Eng oxiri uzun ko'chani qilaman deganiga 1 oy bo'ldi, hali uzun ko'chada natija yo'q. Endi bilganingni qilish, xohlaganingni qilish dedi bu raisimiz ham. Ya'ni bu mahallaning tugashi oxirgi ko'chami? Bizi bu ko'chamiz boshlanishi oxiri bu naryoqda Aysha xonimga chiqib ketadi. 800 metr, 1 kilometrga yetmaydi bu yerimiz. Shu mana tupik ko'chalarimiz bo'lib ketdi hammasi. Bu ko'cha ham bo'ldi, narigi ko'cha bo'ldi, bu ko'cha bo'ldi. Faqat biz shu uzun ko'chamiz qoldi. Taksi chaqirsak unamaydi. Balonim yomon bo'lib ketadi, boshqa deydi. Taksilar unamaydi kelgani. Hozir iloji yo'q, mana yo'llar to'silgan sababli marshrut ham yurishga majbur, boshqa mashinalar ham yurishga majbur. Nechta Damasga chiqdik, bu yerga dedi pul ajratilgan, nimaga dedi bu yer qilinmadi, bilmadik biz dedi. Chunki bizni bu ko'chamizda kattakam bir boy odam yo'q, hammasi hunarmand. Biri novochilik qiladi, biri kirakashlik qiladi, biri hali botinka yamab kun ko'radi. Bir qop unni yopib olib borib sotadi. Shuni pulidan 8 ta yo 5 ta odam shuni bilan ta'minlanadi bitta oilada. Shuning uchun bizim mahalla pul yig'ib bera olmadik hech kimga, asfaltsiz qolib ketdik. Men Dehqonobod mahalla fuqarosiman. Familiyam Urayeva To'xtaxon. Shu mahallada necha yildan beri, mana 24 yildan beri yashayman. Biz sizlarga murojaatimiz mana shu asfalt ko'chamizni asfalt qilib berishga murojaat qildik. Dehqonobod mahallasi bilan Madaniyat mahallasidagi o'rtasida qolgan arosat ko'cha bu ko'chamiz. Boshqa nimalarimiz yo'q. Faqat shu asfalt qilib berishini so'raymiz mahalla komitetlarimizdan. Bu yerda mana-chi hozirgi yo'llarimiz asfaltsiz, changlar bo'ladi. Mana hozirgi kunda marshrutkalarimiz o'tyapti, changda o'tirib bo'lmayapti. Uylarimiz ichida kirib yashasanglar, mana chang hamma yo'q, to'zon bilan o'tiribmiz. Masalan, o'zingiz ko'rib sog'liqni saqlashda ishlaymanmi? Men ham sog'liqni saqlash qanday chang yutib, hammamiz masalan menda o'zimda ham asmamiz bor, qari onam bor. Mana qari onam asmasi bilan kechadan beri iskoriyda bo'lsa yuribmiz. Aynan bu holat bo'yicha ikkala mahalla raisiga ham mikrofonlarimizni tutamiz. Sababi nega? Biz xolislikni yo'qotmaslik maqsadida. Mana changlarni qaranglar. Qanday bu? Keling, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tuzukmisiz? Rahmat. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Dehqonobod raisiz. gaplashamiz sizlar bilan. Ismim Dildora Mirkamilovna. Muxbir bo'lib ish faoliyati olib boraman, opa. Qaysi mahalla raisisiz? Biz Dehqonobod. Dehqonobod, aha. Bu yerda fuqarolaringiz bizni tahririyatimizga murojaat bilan chiqishibdi, opa. Endi mahalla raisisiz, bilamiz, prezidentimizning ochiqlik siyosatlari bor, to'g'rimi? O'sha sababdan videoga olishingiz mumkin emas. Nima muammo ekan?
Sababi biz sizga mikrofon tutyapmiz, qandaydir holatda Turavering, yo'q, biz siz nega? gaplashamiz-da biz. Kim Biz nimaga gaplashamiz. Mana men gaplashasiz? siz bilan gaplashaman, endi men mikrofonlarga javob beraman. Yo'q, mayli, siz bizani kameramizdan qocha olmaysiz. Yo'q, Sababi qochmayman, nega turaveramiz. prezidentimiz sizga vakolat berib Mana bizga qo'yibdilar. vakolat Juda berdi, katta xo'p. vakolat Ana shunga berib yetib qo'yibdilar keldim, mahalla yig'ilishda edik, hozir raislarimizga. yig'ilishda edik, Mayli, hozir yetib nima keldik. nima muammo? Birinchi muammoimiz yo'limiz. Hop, shu Bu sababdan yo'lda, men sizga xolisona Yo'lda sifatida to'xtab turing. mikrofon Bu- tutyapman. bu Yo'q, mikrofonni qo'lingizga tutmay tekkizishga turing. haqqingiz yo'q. Mikrofoningizni Mani ish tutmay qurolim yozib Chunki- borilyapti bu holat. Chunki Qo'lingizga tekkizishga yo'q, haqqingiz men yo'q. ham javob berishga Yo'q, haqliman. Meni javob ham fuqarolarim berasiz, bor, lekin hozir bu ikki opa, tomonda qarang. nimasida? Hop, siz eshiting. Ha? Opa, qarang. Mana eshitaman. Yo'q, nima muammo hozir mani mikrofonimga yoki mani ish qurolimga o'shada. Hop, mani ish qurolimga sizga tegishga haqqingiz Siz yo'q. ham tutmay turing. Yo'q, mani ishim, mani vazifam. Qachon keldinglar deb men savol beraman. Men birinchi Endi kelishingiz fuqarolar bilan gaplashamiz, tanishtirdim. Opa, chaqiramiz. bir-birimizga madaniyat bilan, bir etika, estetikada suhbatlashsak bo'ladimi? Eshitamiz. Sababi keldingiz, men sizni hurmatingizni qilib, O'zim o'zim naryoqlardan chiroyli Endi tanishtirdim. qarasam, hozir nima qilayotgan ekansiz? Yo'q, muammo Xo'p, yo'q. eshitaman. Mahalla bu sizning uyingiz. Biz Mening uyingizga uyim. mehmonga keldik. Xo'p. Ya'ni murojaat bilan Kim murojaat chiqishdi. Yo, endi bu qanaqa? Xo'p, mana murojaatchilar Xo'p. shuncha murojaatchilar Xo'p. turibdi. Kameralarimizdan yuzingizni bekitmasangiz yaxshi bo'lardi, opa. Sababi nega bu yerda yashiradigan narsani o'zi yo'q menimcha. Endi meni eshiting, mana yop turib aytoringlar, men yop turib gapiravering. Qo'lingizga Yop turaman. tekkizishingizga haqqingiz yo'q. Bo'lmasam javob Bizani bermayman. tartibimizni saqlab berasizmi, aka? Men ana shu tartib saqlagani olib keldim. Bu yerda Aka. ikkita mahallani o'rtasidamiz. Bir tomonimiz Tartibimizni madaniyat, bir saqlab tomonimiz berasizmi? dekor. Hozir biza qarang, majbur bo'lamiz. To'xtang. Yo'q, juda majbur bo'lamiz biz Opa, hozir men siz qarang. ustingizdan e'tiroz bildirishga. Mayli. O'sha narsani oldin gaplashadi, keladi, mikrofon tutsam bundoq qilyaptilar. Bu bunaqa emas, o'zbekchilikda ham to'g'ri kelmaydigan holati bilan. Aslida siz davlat ishxonasida ishlaysiz-da. Men siz uyingizga bormayapman, opa. Siz kameradan qochishingiz bu Keldim. prezidentni siyosatiga qarshi chiqishingizdan bo'ladi, opa. Murojaat qilishgan aka, ya'ni albatta Hozir fuqarolarimiz siz familiyangizni murojaat qilishgan. Qayta aytvermayman, opa. Men sizga salkam Familiyangizni aytgan 5 marta tanishtirdim. Tortishmasdan, chiroyli gaplashinglar, tortishmasdan. Hurmatli kuzatuvchilar va Andijon shahar hokimi, sizga shaxsan bizni tahririyatimizdan murojaat yo'llaymiz. Nega endi prezidentimiz hozir mahalla raislariga shunday vakolat berganda ochiqlik siyosatiga qarshi chiqishyapti? Nega bunday e'tiroz bilan bizga bunday muomala qilishyapti? Bemalol bizga shunday holatda gapirishyapti. Endi bizni eshitdik. Biz birma-bir savol javob qilaylik, opa. Bozor qilmaylik. Qarang, yo'q, nega to'xtamayapsiz, opa? Nurdon opa. Nega to'xtamayapsiz? Nima muammo? Opa, men hal qilib beraman. To'xtab turing. Bular haqqi bor, murojaat qildi. Murojaati bo'yicha o'rgangani kelgan. Bu 4-hokimiyat o'rganish haqqi bor. Savoliga javob bering. Bu dasturga muammo qo'yilgan. Muammo O shuni yo'q. so'raydi, bu shunga javob bering. Biz Bir-biringizga sizga baqir-chaqir qilmang. to'g'ri-to'g'ri. Iltimos. Jamoat joyida baqir-chaqir qilish mayda bezorlik hisoblanadi. 183-modda bilan javobgar qilishimga to'g'ri keladi. Tortishmasdan bitta-bitta akkuratni gaplashinglar. Durdon opa, biz sizni tanimaymiz, shaxsiy adovatimiz yo'q hech qanday. Siz ham meni tanimaysiz, opa. O'sha sababdan haqiqatan inspektorimiz juda ham to'g'ri aytdilar. Ommaviy axborot vositalari biz xolisona sifatida, misol murojaatni olib fuqarolardan ketishimiz ham mumkin edi. Lekin sizning e'tirozingiz bo'lardi. Nega meni eshitishmadi degan umiddaman. Qo'lingizni tekkizmaysiz. Yo'q, haqqingiz yo'q. Keling, murojaatga o'taylik. Ya'ni murojaat qilishgan fuqarolaringlar tushunishimiz bo'yicha ikkita mahallani o'rtasida qolib ketgan arosat ko'cha deb aytishyapti. Nima sabab bunga? Ya'ni budjet ajratilmaganmi, yo'q hokimiyatdan e'tiborsizlik bo'lyaptimi? Nima? Biz shuni bilmoqchimiz. 2022-yilda biz Dehqonobod mahalla fuqarolar yig'ini obod dastur bo'yicha dasturga tushganmiz. Dasturimiz bo'yicha men 2022-yil may oyida saylanganman. Shu dastur asosi 5 yil oldin tushgan bu dastur. Bu yo'llarimiz qolib ketgan. Bizni Dehqonobod hududida 2,5 kilometr asfaltimiz qolib ketgan. Lampochka o'rnatilgan, chiroqlar o'rnatilgan, stalbalar kelgan, qolgan ichki ko'chalarimiz bo'lgan. 800 metr beton ko'cha ham bo'lgan buni. Endi bu ko'chamizni suvimiz kelgan. Bu ko'cha ham haliga etap sillov joyi ham bor, tekis joyi ham bordi. Lekin suv kelgan, suvni nari Dehqonobod hududidan suv o'tganligi sababli yo'q, bizga suv kelganda obod dasturi bo'yicha hojaya suv kelgan. Endi suvlar o'tilgan. Nari ichkaridan kirib kelgan bo'lsanglar, suvlar o'tdi. Endi bu ko'chamiz qolib ketdi. Biz har yili open budjetga qo'yamiz, meni yo'limga qo'yamiz, yutkizib qo'yaveramiz.
bu yil ham hurmatli fuqarolar bu tomon ham viloyat hokimiga aytdi Barno opam, shahar hokimlariga yetkazganmiz hamma yo'qni. Shahar hokimiga ham aytdik, viloyatga ham aytdik, yo'llarga ham aytdik. Endi xudo xolasa bu yil yana qo'ydik, men ham qo'ydim, Dehqonobodda ham qo'ydim, madaniyat nimasi ham qo'ydim. Endi yo'lda open budjeti 15-avgustdan boshlanadi. Xudo xolasa bular o'zini ko'chasidan ovoz olsa, biz ichki ko'chalardan ovoz olamiz deb shunga shay turib. Ta'kidlab o'tganimda endi mana 4 yildan beri aholi juda ham bu ko'chaga intizor bo'lib, qachon biz ham ko'chamiz asfalt bo'ladi. O'zimiz ham intizormiz, chunki idoramiz ham mana shu ko'chani oilani boshi yo'lida. bo'lganda mahallani boshi sizda. Chunki bu bekor ketmadim. Sizning oilangizga biz mehmonga keldik, uyingizga deb bekor etmadim opa. Balkim endi qizishib ketgandirsiz, qandaydir holat Kim bo'lgandir. keldi ekan, hozir janjaldan chiqdik. Yo'q, mayli, aytmoqchi bo'lganim shu tashabbus bilan o'zingiz hokimiyatga mana fuqarolaringiz bilan birgalikda jon kuydirib borishga nima to'sqinlik qildi? Chiqdik, hokimiyatga chiqdik. Nariyadagi Nega fuqarolar fuqarolaringiz sizning faoliyatingizdan norozilik bildiryapti? Fuqarolarda yo'q. Biz chiqdik hokimiyatga, har yig'ilishda aytamiz. Meni aytyapman-ku, meni yo'limga, qurilish bo'limiga aytdik, ogohlantirishlar berdik. Oxiri viloyat hokimiga ham yetkazdik. Kelib o'rganib ketdi bu ko'chadan. Bitta Ashir bilan Ayshaxonimni yoniga doğru qoldi, ichki ko'chamiz qoldi. 2,5 kilometr asfaltimiz qoldi, deyapman-ku. Yana bu yil ham qo'ydik, bitta transformator qo'ydik, 2,5 kilometr asfalt qo'ydik, yana qaytaraman lampochka qo'ydik. Hududimiz katta, 7020 murojaatimiz hozir asfalt bo'yicha bo'lyapti. Yo'q, hudud kattalik uchun mahallalarda olib yuraman. Olasiz, ko'rasiz. O'rganasiz. Ertaman chiqadimi, asfaltni ko'ringlar, ko'chani ko'ringlar deydi. Bizni ko'chamiz kim ko'ringlar deydi. Keling, ikkinchi mahalla raisini chaqirish imkoniyati bormi? Keling, shaffoflik bo'lsin, ya'ni bu yerda bir ko'chada ikkita mahalla ekan, ikkita rais bilan Yo'q, Durdona suhbatlashaylik. opam olsin bizni. Yoki Barnopa bitta kulgilikda mana o'zinglar ham kulvor deylar-da. O'zinglar ham kulvor deylar. Nahot ekan keladi, ishoning, mana axlatimiz sasib ketadi. Lo'llar kelib tutib ketadi. Lekin bugun olinish 3 haftadan 4 haftada keldi. bugun keldi. Keling, Bugun kelmadim. ikkinchi raisni chaqiraylik. Ikkinchi raisni chaqiraylik. Nimaga? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, mahallani o'zi tashabbus ko'tarayotgan ekan-ku. Mahalla Shuni qilish tashabbus. Hozir imkoniyati- bitta bu kuzda imkoniyatidan kelib Balkim bular ham chiqsak, tanish etarlar, boshqa homiylar jalb qilish mana men imkoniyati hozir bor. aylanib chiqdik, u mahalla ham aytdi, bu mahalla ham Saxiy aytdi. boylarimiz ko'p. Ko'p, lekin aninaqamizga mana bitta xonadonda 5 tadan, 4 tadan, 6 tadan telefonlar bor. To'g'rimi? Har bitta xonadondan bitta. Mana biz hozir 3 ta homiy topdik. Mana shu 1 yilda o'ziga o'tgan yil bular homiylik qila olmasdi, chunki chicha aninaqasi bor edi, homiylik qila olmadi. Bu yil qilamiz dedi homiylik, hatto kanalizatsiyaga ham harakat qilamiz deyishdi. Tushunarli. Bahorda berilgan lekin bu Bahorda. Yo'q, bahorda emas, o'tgan yili ham bo'lgan. O'tgan yili yutkizib qo'ydik, 982 ta ovoz bilan Ikkinchi yutkizib raisimiz qo'ydik. kelib qoladimi? Bilmayman endi, Bitta ikkinchi qo'ng'iroq rais qiling. bilan. Nima bo'ldi, Durdona opa? Kelarkanlarmi? Kelarkanlar. Hozir Hokimiyatdan vakil chaqiraylik yoki hozir mana hozir jar solib aytilyotibdi-yu ijtimoiy tarmoqlarda mahalla yettiligiga hozir faol ishlayapti, ishlanglar. Prezidentimiz aytyaptilar, ishlanglar, faol bo'linglar. Nima holat, qani kim uyida nima? Bu changini qidirish demayapti. Mahallalarni kamchiligi bo'lsa, homiy bo'lsa yordam bergin deyilyapti. javob bera olmayman deb. Men o'zim uchun o'zim hayotim uchun Mayli, idoralariga tashrif buyuramiz. Durdona opa, hozirgi murojaatimiz haqida nima oxirgi fikringiz nima? Oxirgi fikrim men 15 kameradan qochyapsiz. Qochmayman. 15-avgust kutyapman. 15-avgust kutyapman. Olib chiqaring. Meni va'dam bularga 15-avgust kutyapman. O'zini oyoqqa turgizib bularda har bir xonadondan bittadan ovoz olsak ham, chunki tadbirkor, ikkita tadbirkorimiz bizga va'dani berdi. Men o'zim ham aytdim, nimaga oddiy kichkina maktablar yutyapti, bog'chalar yutyapti. Men hozir mini stadion qo'yganman. 2,5 kilometr asfalt qo'yganman. Endi hammasidan tashqari mana ho'y deyapsiz. Mana kameraga qarab aytyapman, ho'y demay turinglar. 30 odam qadam yutadi bu. Ana. O'shacha aytyapmiz. Qarangda, biz bilamiz Andijon shahar hokimi juda tashabbusli. Tashabbusli, hammasi Biz juda ko'p tashabbusli. yaxshi fikrlar, iliq fikrlar Chunki eshitganmiz, iliq fikr bu berganmiz. ko'chada ham Achchiq. tadbirkorlar ko'p. Mana shu bolani o'zi ham bitta tadbirkor. Mana tashabbus bilan ko'tarilib chiqishsa bo'laveradi. Mana shu
Shu ko'chadan boshlab oxirigacha bular o'zlari yurib bersa, kecha ham aytganman. Yurib bersa biz boshqa ko'chalardan ovoz olamiz. Bil ashu Dugonaxon sizga bu mahalla kerak emas. Barnoxonga bu mahalla kerak emas. Kerak emas menga emas. Nima narsa kelsa hamma yoqda ajratib boy mahallaga ketasiz. Kelmaysiz bu yoqqa. Mayli, Durdona opa, bizni kameralarimizga oxirgi so'zingizni ayting. Mana biz qancha mikrofon tutmaylik, negadir faqatgina qurilgan stadion, qilingan boshqa tashabbuslar haqida ko'p fikr bildiryaptilar. Hozir biz stadion yo'q, asfalt qilingan mahalla bo'yicha kelmadik. Aslida mana bu tashlandiq ko'cha. Bunday o'ylab qarasak, egasiz ko'chani egalik qilgani kelgan edik, lekin negadir oxirgi javobni ola olmayapmiz. Durdona opa, oxirgi marta yana sizga mikrofon tutaman. Opa, bizga qanday fikr berasiz hozir mana shunday murojaatchilarga? Biz hozir murojaatni baribir ijtimoiy tarmoqlarimizga joylaymiz albatta. Ya'ni kim nima deysiz? biz mana shu open budjetda yutsak, agar mabodo yutib qolsak, o'ylamaylar. Mana biz open budjetga qo'ydik, xudo xolasa intilyapmiz biz ham. Ash tadbirkorlar bilan shu 3 ta 4 ta tadbirkorni ushadik biz. Oxirgi so'zni ayting bizga. Oxirgi so'z bu yil asha open budjetda ineki meni yo'lim bo'ladi. Yana asfaltga Bizda mana shu oralig'ida 30 ta odam bor. 30 ta odam qanaqa qilib open budjetda yutish mumkin? Endi eshiting 30 ta Rustamjon, odam. 30 ta odam Hisoblatsak, qarab turing, Durdona opa, 70 ta odam ekan. Bu mahalla komitetga borsa, yo'l meniki, bu mahalla javob beradi. Bunga borsangiz bir-biriga 10 tarishadi ikkalasi. Borib birontasiga aytaman desang, to'xtab turinglar, hech qayerga chiqmanglar, o'zimiz hal qilamiz deyiladi shu narsadan misol. Quruq va'da bo'ladi, doim qolib ketiladi. Quruq ozakali, qonun tushirishda bittasida hech nimani bir meni yo'lim bor. Oxiri hokimiyatga ariza ham xatam tashab qo'yganmiz. Shu oxirgi qarangda. Mayli, Durdona opa, hozir e'tiborsiz fuqarolaringizga menda keyin mayli open budjetda yutmasak oxirgi yo'limdan foydalanamiz. Oxirgi yo'limdan foydalanamiz. Shu oxirgi yo'ldan hozir foydalana qolaylik. Nimaga desangiz, 4 yil kam Chunki muddat mana emas, bugun kichkina 13 ta bolachalarni eshiting, bugun 13 ta bitta bu yo'ldan hali katta nimalar o'tganligi uchun bitta hozir 3 kun qoldi open budjetga. Chunki bizga tepadagilar ham qo'ydik, hamma yoqda qo'ydik. Umidimiz juda katta. Umid qilyapmiz biz 10 kunning ichida mana shu open budjet 20-25 ta tugaydi. Xudo xolasa. Endi iyag'i kuzga kirib ketadi. Ine biz tadbirkorlarni jalb qilib yuboramiz. Agar bo'lmasa, tadbirkorlar ham hozir ko'ryapsiz qiyin holatda. Fuqarolardan, ya'ni bizga shunday ma'lumotlar berishdiki, bu mahallani asfalt uchun budjet ajratilgan ekanda aslida. Va ya'ni men savolim oxirigacha yakunlab olay. Bu mahalla aslida borib so'rashganda asfalt bo'lgan, uje topshirilgan deyilgan ekan. Bunga nima deysiz mahalla raisi? Uni bilmadim endi. Bu ya'ni hozir budjet ajratilgan bo'lsa, shunda budjet o'z cho'ntagiga kimlarnidir ketdimi yoki bu haqiqatan qilinmaganmi? O'rtada kim, ya'ni kim bunday noto'g'ri ma'lumot holat beradi? Unisini men bilmayman. Lekin Budjet bu ajratilganmi? Budjet emas, biz haligi nimadan kommunaldan tushgan pulimiz bor. Shuni 10% mahalla nimasiga o'tadi. Mahalla nimasiga o'tgandan keyin har bir xonadondan haligi kommunal to'lovi bor. Yer mol mulk solig'idan tushgan foizi yo'lga, stalba desangiz stalbaga, suv desangiz suvga, boshqa narsa desangiz ashlarga ajraladi. Dehqonobod raisi bilan suhbatlashdik, ya'ni joyiga keldilar. Har qanday holatda emotsiyalarini, o'zlarining gaplarini ko'rdinglar. Bunga endi kuzatuvchilarimiz o'zingizlar baho berib o'tasizlar. Hozir endi keyingi etapga o'tamiz. Ikkinchi mahalla raislariga mikrofon tutamiz. Bu yerda nima holat kutyapti bizni? Buni guvohi bo'ling. Barnopa, ya'ni fuqarolaringizdan murojaat tushgan, ya'ni tahririyatimizga yo'l masalasi bo'yicha aslida egasiz yo'l ko'cha desak ham bo'ladi, chunki sansolar ko'cha ekan. O'zimizda xalqona tilda aytadigan bo'lsak, hozir mayli Dehqonobod mahallani ya'ni raislari keldilar, ozgina emotsiyaga berildilar, har qanday holat bo'ldi. Hozir ochiq chehra bilan kutib olganingizga o'z avvalambor rahmat. Sababi nega? Ertaga fuqarolarning murojaatini eshitib, sizga mikrofon tutmasak, xolisligimizni yo'qotib qo'yamiz. Ertaga siz ham ya Dildora kelibdilar, lekin menga mikrofon tutmabdilar deb xafa bo'lmang deb turib,
mehmonga keldik mana. Xush kelibsizlar. Endi ko'chani bilarkansiz, 4 yildan beri 50 boshiga kelgan to'y ekan. O'ylab qarasangiz, hammaligi mana o'zligini holatligini aytib o'tishyapti. Barnopa, bu holat bo'yicha qanaqa yechim qila olamiz? Hozir qarang, mana biz yaqinda boshladik, tashrif bo'ladi deb bu ish to'xtab qoldi. Vaqtincha men mana bugun ham Zafarbek degan bola bilan gaplashdim. Uni ham hozir sizga qo'yib beraman. Hozir o'zingiz ham eshitasiz bolani. Bizda bu yerda Dehqonobodda aybi bilan Dehqonobod mahalla fuqaro yig'ini. Ular Obod mahalla yiliga kirgan. Obod mahallaga yiliga kirganda asfalt qilish kerak. Bu odam agar men Obod yiliga kirgan bo'lganimda men yotib olgan bo'lardim hokimiyatga. Yotib olardim, qildirardim. Obod mahalla yiliga kirgandan tashqari bu qiz yo'lni buzib, asfaltni buzib suv o'tkazgan. Endi unda madaniyat ham suv olgan, bu Dehqonobod ham suv olgan. Endi men undan keyin 4 yildan keyin men kelyapman endi, ishga kelyapman. Mana men yaqinda viloyat hokimiga ham aytdim, o'zim o'rnimda turib yurak yutib aytyapman, Mashhurotbek Qo'shoqboyevich iltimos, shu 600 metr joyimiz qoldi, qolgan joylar asfaltdan bo'ldi. Mana shu kelsam bu to'g'ri hech qayerda почти asfalt yo'q ekan. Bitta uzun ko'chani yakka qabrdan bu yog'iga asfalt bor ekan. Bu yoqlarda asfaltlashtirishdi. 408 ga tushirdik, qildik. Endi bular hozir bu ko'chaga kelganda tashrif bo'lib qolib, Zafarbek degan bola aytdiki, "Opa, siz kiruvdingiz" dedi. "Siz bordingiz birinchi spiskada asfalt qiladiganda birdaniga chiqib qolibsiz" dedi. Men u gapni tushunmadim. Nimaga biz chiqib qolibmiz? Qaytadan kirgizyapmiz biz buni loyihaga dedi. Men aytdim, bugun shunaqa dedim, Dehqonobodda janjal bo'lyapti ekan. Mendan meni fuqarolardan bittasi chiqibdi ekan. Qanday bo'lib biz bu loyihadan chiqib ketib qoldik desam, "Yo'q, opa, hozir 3 kun ichida men loyihaga kiritaman" dedi. Men hozir Zafarbekka ham hozir sizga telefon qilaman, eshittiraman ovozini. Men endi ro'da gaplashdim. Men shu Durdonaxondan jichiq anaqa bo'lgan joyim, Durdona. Savol berib o'tdim, men hozir gapingizni bo'ldim. Zafarbek aka kim bu kishi faoliyat olib boradi? Zafarbek asfaltda ishlaydi. Zafarbek, assalomu alaykum yana bir marta. Hozir ham gaplashuvdim siz bilan ukajon. Hozirgi menga gapirgan gapingizni bitta qaytarib bering iltimos. Asfalt to'g'risida. Hali o'rganilgan, manzilga kiritilgan. Kirganda hokimlik kirishayotganda mana shu 4ta 5ta mahalla komitetlari chiqarishib olgan. Ha. Shundan keyin biz shu manzilli tasdiqlanadi, shu bo'yicha biz asfalt qilib kelganmiz. Keyin manzilli chiqyapti, 4tami 5tami tushib qolyapti. Uning ichida biz ham madaniyat ham tushib qolyapti uning ichida. Tushib qolyapti. Endi hozir manzilli hokimga iltimos qildik, bosib qo'ygan bu asfaltni dedik. Hokim hozir boshqatdan manzillikka qo'l qo'yib berdi. Shahar moliyaga tashladik, hozir viloyat moliyaga tashlandi bu narsa. Endi hozir respublikaga tashladi, tasdiqqa keladi. Tasdiqqa kelgandan keyin borib cholasini qilamiz keyin. Xo'p bo'ladi. Mana shu gapingiz kerak edi. Rahmat e'tibor uchun Zafarbek. Hop. Ya'ni qarangda Barnopa, bularga keyingi mahalla raisi ham aloqaga chiqqanmi yoki yo'qmi? Kimga? Hech qachon. Yo'q. Yo'q. O'zi Obod mahallaga o'qiz kirganda, o'qiz yugurib men Obod mahalla yilda chala qolib ketgan desa, bo'lib ketarmidi ekan. Mana men viloyat hokimiga ham aytganman, shahar hokimiga ham aytganman. Mana hozir o'zingiz ham Zafarbek bilan gaplashdingiz. Asfalt zavodda ishlaydi, mana shu ko'chalarda asfalt qilyapti hozir. O'zi bu asfalt ishlari boshlangan. Hali bitta masjid qurilgan ekan, shu masjid tomonga dedi, 1-3-4 kunga ketamiz opa, keyin qaytamiz dedi. Shun bilan keyin manzillikdan chiqib ketib qolibsizlar opa. Kirgizishim kerak, chunki men sizga asfalt bosib bo'ldim-ku, почти yaminni. Shu 600 metr joyingiz qoldi opa, dedi mana shu bola. Men viloyat hokimiga ham chiqqanman, shahar hokimiga ham chiqqanman. Ular rosa ham odil odamlar bizning hokimlar. U paxta solishdan mustasnoman, faqat tashrif bo'layotgani uchun shu основной tashrif bo'ladigan ko'chalar hozir asfaltlashyapti, lekin mana hozir siz Zafarbekdan eshitdingiz-ku, chiqib ketgan deyapti. Manzillikdan chiqib ketgan. Buni qayta kirgizyapti hozir bu bola. Mana hozir bugun masalan viloyatga berilsa, ertaga respublikaga jo'natar ekan. 3 kunda kelaman deb sal bir ancha oldin hozir mana 15-20 minut oldin menga aytib, men o'zi xotirjam bo'lganman. Faqat shu nima qolib ketgan hozir mana 600 metr qoldi, xolos qolgan joylar yoppa bo'lgan. Mana shu qiz Obod mahalla yiliga kirganda agar yugurib yurib asfaltini qilib qo'yganda mana shu holatlar bo'lmasdi. Biz qo'ni qo'shni odammiz dedik. Sen Obod mahalla yiliga kiruvding, shuni sen suv o'tkazgansan. Nima Durdonaxon deganman yo demaganman Durdona qiz. Bunaqa masalalarda qizish kerak emas. Qizishni bunaqa masalalarda kelishiladi. Bu yerda fuqarolar, senikilar, menikilar chiqyapti. Bizdan norozi bo'lib chiqyaptimi, yo'ldan norozi bo'lib chiqyaptimi, chiqyapti. Shu masala bo'yicha blogerlar kelyapti. Albatta. Bu yerda misol uchun men ham ta'kidlab o'tdim, sizga ham aytaman. Men ikkalavilarni ham tanimayman. Men xolis yorituvchi insonman. Ya'ni kim agar shu kelishimiz tariqasida fuqarolarga yoki sizlarga qandaydir holatda bizni foydamiz tegadigan bo'lsa, bu o'zingizga foyda aslida. Siz borayotgan, taqilayotgan eshigingiz yoki qaysidir bir qo'shtirnoq ichidagi vakolatga ega shaxslar agar sizni murojaatingizni eshitmayotgan bo'lsa, ularga ham turtki bo'ladi. Bu yerda qizish kerak emas. Bu yerda hamjihatlikda yechimni topish, masalani yechishimiz kerak aslida.
o'sha sababdan bo'ladi. Barnopa, xo'p, hozir endi bu holat bo'yicha qachongi bu yechim bo'ladi deb aytdi. Hozir bugun mana Zafarbekni siz o'zingiz ham eshitdingiz. Hozir bular viloyatga chiqargan. Chunki asfalt bosib mana bu bizni chiqarib yuborgandan keyin bu yarim asfaltni qilib bo'lgan u. Bunga hozir noto'g'ri bo'lmasligi uchun bu bola hozir qaytadan buni kirgizgan hozir. Ruxsat so'rab kattalardan. Hozir mana bugun deyapti viloyatga chiqarsak, ertaga viloyat respublikaga beradi deyapti moliyaga. Ular qo'l qo'ygandan keyin biz sraz boshlaymiz. 3 kun ichida bo'lib ketishi ham mumkin dedi. Lekin bu va'dalar ko'p bo'ldi. Biz kutyapmiz hali ham. O'zimiz ham kutyapmiz yechimini. Hozir keyin sizdan ham jicha norozigarchilik bo'ldi hozir. Albatta. Jicha norozigarchilik bo'ldi. Nima bo'lib ketdi? Xalq tomon, bu tomon, bular tomon, mehmonlar tomonidan ham, xalq tomonidan ham ozgina nimaga. Shu tomondan Ya'ni uchun. bularni Durdona opa borini boricha qo'yamiz biz albatta. Yo'q, endi opa qarang, siz vakolatga egasiz, ya'niki bir mahalla, ya'ni rahbarimiz, davlat rahbarimiz sizga shunday unvonni berib qo'yibdilarda. Shunday kursilarda o'tirishni hozir avvallari bilasizmi, mahalla raislarida bunchalik vakolat yo'q edi. Hozir juda katta vakolatlar bor. Bundan faxrlanishingiz kerak. Bunga biza misol uchun ommaga chiqmayman deyishingiz o'zi uyat. Chiqaman deganlar qancha? Chiqaman deganlar qancha? Biz hozir masalan biz o'zimiz rahbariyatga qarshi chiqayotgandek bo'lib qolamiz-da, chunki ular bizga va'da berdi. Hozir oldingizda ham va'da berdi-da ular. Ommaviy axborot vositalari o'zingiz ham bilasiz, mana tushunar ekansiz, qochmadingiz, kameramizdan kirishimizdan chiroyli kutib oldingiz. Boshidan aytdim rahmat deb 4-hokimiyat hisoblanadi ommaviy axborot vositalari. Prezidentimiz ochiqlik deb qayta aytdi. Fuqarolar murojaat qilyapti yoki raislar buni eshitmayapti, yo bo'lmasam viloyat hokimlari eshitmayapti. Yo'q, viloyat hokimi ham eshityapti, hammasi. Mana keldik, siz e'tiborsiz bu holatni biz kuzatuvchilarimizga qo'yganimiz ma'qul aslida. Ya'ni kim aytmoqchi bo'lganim, Durdona opa siz bilan bo'lgan suhbatimiz ham mana biz nechida chiqishimiz bir ko'ring. Tarmoqlarimizga qo'yiladi. Biz mahalla janjaldan chiqmaydi. Bu qiz bo'lsa bizniki boy mahalladan bunday burilgan. Biz mahalla kerak emas. Doim kechasi mana shunaqa qildi. Yo'q demang. Biz lekin bularni fuqarolarga men beraman. Bu yerda ham do'stlikka beraman. Keling, gaplashsak, juda ham ko'p gaplashamiz. Biz ham mehmonmiz, Toshkentga qaytishimiz kerak. Qolinglar bugun, mehmon bo'lib ketasizlar. Bir Andijonni yo'qlab ketaylik. Har qanaqa murojaatni eshitganmiz-ku, lekin bir ko'chada ikki mahallani eshitmagan ekanmiz. Mana guvohi ham. Menda ishonasizmi, hozir bitta bulardan tashqari yana Hamdo'stlik mahalla bilan chegaraman. Bu yerda O'zgarish mahalla bilan chegaraman. Men 3-4 ta mahalla bilan chegaraman. Men o'zim bitta madaniyat. Keling, Barnopa, aynan shu tashabbusni o'zingiz bo'yingizga ola olasizmi? Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, boya men yana qaytarib o'taman, chunki men yuzlashtirishni xohladim. Nega? Xolislik yo'qolmasin. Ikkinchi tarafni ham bitta narsa bor. Sizga aytdim. Bu haligi qo'shib gapirishga yoki maqtanishga to'g'ri kelmaydi. Hozirgi vaqtda biz viloyat hokimimiz ham yaxshi odam. Chunki men majlisda yurak yetib o'rnimdan turib aytdim, yordam beraman. Ikkinchi majlisda ham hayolimda turibsan, unutganim yo'q. Sekin qilib beraman dedi. Faktiski o'z buni open byudjet o'ynab biz yutishimiz kerak. Shunda ham yo'q, open byudjetda yuta olmayapmiz. Yarmi Dehqonobod, yarmi madaniyat deganim uchun shahar hokimimiz ham yaqinda ham majlisda ham aytdi, opalar, jicha vahima qilmay turinglar, yordam beramiz deb aytgan. O'tganda Barnopa hozir gaplashsak, bulardan emotsiya chiqadi, ikkinchi tarafdan chiqadi, bu tugamaydi. Bizga yechim kerak. Ya'ni kim fuqarolarga o'sha yechim kerak, jajja bolachalar tekis yo'lda ular ham o'ynagisi keladi, yurgisi keladi, turpoq bosib yuribdi. Bizni yurtimizga yarashmaydi. Albatta, oliy ma'lumotlimiz, ziyolimiz. Biz fuqarolar uchun, fuqarolar saylagan xalq nimasimiz, vakilimiz biz. Yashang. Biz mana bu bizga ham alam qilib ketyapti. Haligi aytorsiz. Endi Durdona opa bir narsada gap bilan emasda, endi sizni bo'yningizda to'g'ri tushunaman, shuncha fuqaro bor-da. Lekin shu tashabbusni bo'yningizga olgansiz. Men hech qaysi bir insonga vakolatingizdan keching deya olmayman, haqqim ham yo'q. Meni vazifam yoritib boricha olib chiqib, boya ta'kidlab o'tganimdek, ochilmayotgan eshiklar, yetib bormayotgan tashkilotlarga sizlarga ko'makdosh bo'lib yetkazib berish. Boshqa bizni bizda hozir manaqada bizni viloyat hokimi, shahar hokimi eshitmadi emasda, bizni quloq soldi-da ular, eshitdi-da ular. Yordamga ham open byudjetga qo'yinglar, yutinglar degan ham yo'qda, biz yordam beramiz dedi. Endi bu holatni Barnopa siz bilasiz. Nega bilasizmi? Chunki viloyat hokimi bilan shahar hokimiyati bilan siz yuzma-yuz borib gaplashish imkoniyatingiz bor-da. Bu haqida fuqarolar bilmaydi. Fuqaro misol uchun kimga keladi? Sizga biz gruppaga yozamiz. Endi 4 yildan beri kutgandan keyin men o'ylashim bo'yicha bu faqatgina xoya havas gap deb o'ylaydi.
fuqarolar. Mana. Yo'q, hozir mana shu madaniyat mahalla fuqarolar yig'inida 408 bo'yicha rosa katta ishlar bo'ldi. Endi to'l haqiqatdan o'sha joyda bo'lmadi. Qolgan mahallalar yopilib bo'lgan. Shu 600 metr joy qolgan xolos. Ajab emas, keyingi haftalarga Albatta, asfalt bo'lganda albatta. yorib ketish Albatta. bizani ya'ni xolis holatimiz, bizani xizmatimizni faqatgina shu murojaatchilarimizga qandaydir holatda foydasi tegsin. Hech kim bekordan bekorga ommaviy axborot vositalarining eshigini taqillatmaydi Durdon opa. Qandaydir norozilik, kamchilik keladiki, qaysidir eshik yoki qaysidir quloq eshitmaydiki, majbur blogerlarga yoki jurnalistlarga murojaat qilishadi-da aslida. Endi bu holatda nima bo'lish kerak? Sizdek faollar biz bilan hamjihatlikda ishlash kerak. Shunda yechim topamiz aslida. O'sha holat bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz, Xudo xohlasa ajab emas, baribir aytgandek, mana fuqarolar aytyapti, maktab boshlanyapti, ertaga yomg'ir yog'adi, qor yog'adi, yana shu holatda yashaymizmi degan baribir. Endi hamma o'zi uchun ideal komfort joyda yashash xohlaydi. O'zingiz ham ko'zingiz quvnaydi, to'g'rimi? Albatta. Voy o'zim Mahallangiz chiroyli bo'lsa, u sizni yuzingiz asli. har turganda o'zim aytaman, shu 600 metr asfaltni qilib berib, bo'ldi, boshqa ishni so'ramayman deb qo'yaman. Biz ham o'zimiz ham so'rayapmiz. Endi ular ham sharoitdan kelib chiqib kelyapti-da, hozir mana shu yo'lga kelyapti. Mana hozir o'zingiz ham suhbatini eshitdingiz, hali bitta gapni qaytaraversam ham noto'g'ri bo'ladi. Bular o'zlari ham guvoh bo'lishdi, hozir eshitishdi bu gaplarni. Natija kutamiz. Sentabr oyigacha qolmaymiz. Yo'q, 3 kun, menga 3 kunda dedi vazirlik, agar vazirlikdan qo'l qo'ydi degani eshitsak, biz ishni boshlaymiz dedi-da. Oldingizda ham aytdi. Mana bu holat bo'yicha agar asfalt bo'ladigan bo'lsa, shu tashabbusni ko'tarib, mana bir emas, ikkita mahalla raislarimiz bor ekan. Ya'ni bekorga emas, sizlarni ishonib saylangansizlar. Tanlanganlar deyiladi aslida bu holatda. Ajab emas, keyingi haftaga kelib turib yoritib ketamiz. Xudo xohlasa, Xudo xohlasa. Suhbat uchun rozi bo'lasiz Barnopa. Albatta, ya'ni kim mana kuzatuvchilarimiz ham ko'radi, lekin hali bir ish faoliyatimiz davomida Andijondan bunday holatlar ko'rmaganmiz va bundan keyin ham ko'rmaymiz degan umiddamiz. Endi hozir viloyat hokimimiz ham juda qattiq xafa bo'ladi bundan. Bu qizlar jinni shoshilishgan. Ozgina sabr qilinsa, yetilyapti-da o'zi. Yetirib, o'zingiz qulog'ingiz bilan eshitdingiz. Hozir men tashrif kutilyapti. Tashrif oldidan viloyat hokimiga ozgina biz ikkalamiz, men lider rais hisoblanaman, rosa haqiqatda kuyib yonib ishlamay, 3 ta, 15 ta ham 3 ta men ko'chada bo'laman. Ustoz sifatida nima qilamizda biz ham? Qabul qilib 24 ta mahallaning lider raisi bo'laman. Men hozir meni mahallamdan chiqqani bu men uchun o'lim bilan barobar, lekin to'g'risini aytsam. Yana faqat bitta sizni mahallangiz emas, bu yerda qo'shni mahalla ham bor. Bir o'zingizniki emas. Endi aslida aytadi-ku, o'zi kasallikni oldidan davolasa, kasallik o'sha yetib borilmaydi-da. Mayli, Biz ham bu safargi natijani kutyapti-da. Qani bu yoqda nimalar ekan, bu natijani kutib olsak, mana 15-dan harakat boshlanyapti. Opa, sizdan Xudo xohlasa Barnopa gaplaringizga va bu hozir mana Zafar akani ham o'zini telefonni bersam, alohida o'zi bilan gaplashib ko'rasizmi? Albatta, suhbatlashamiz. Ya'ni kim aytmoqchi bo'lganim, biz sizga ishondik. Rahmat. Bizni kuzatuvchilarimiz, bizni tahririyatimiz sizga ishondi. Ya'ni kim harakat qilamiz. biz ham mana birinchi sizlarga qadam bosdik, borish imkoniyatimiz mavjud edi hokimiyatning eshigini taqillatish, lekin ketma-ketlikda biz sizni birinchi yo'qlashni ma'qul topdik va sizning gapingizga ishondik. Va bu holatni, ya'ni borini aytganimdek boricha qo'yamiz. Biz yana mehmonga qaytib kelamiz. Ikkinchi mahalla raisimiz bilan ham suhbatni olib bordik. Biz kutganimizdan ko'ra a'lo darajada javoblarni oldik. Qonuniy ravishda ham va kerakli joylarga murojaatlari haqida ham bizga asoslab berdilar. Endi bu yog'ini raislarimiz aytganidek kutib qolamiz. Keyingi safar aynan biz yoritib borgan ko'chalar asfalt bo'lib qolsa ajab emas. Hurmatli kuzatuvchim, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizlarga eng yaxshisini ilinamiz.